Assalomu alaykum hammaga. Demak, video explanationni boshladik. Bu passageimiz Robert Louis Stevenson haqida va bu passage juda ham ko'p tushadi. Qayta tushyapti. Hmm, um, Demak, siz ham yaxshilab bajarib tushunib qo'ying. Hozir men yana tushuntirib berishga harakat qilaman. The writer of some of the best known series in English literature, including Treasure Island and The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ho'p, funny thing is, ana shu ikkita kitobni mention qilibdi. Mana shu ikkitala kitobi ham menda bor ekan kutubxonamda. Treasure Island, mana shu teskari ko'rinyapti sizlarga. Robert Louis Stevenson. Hali o'qimadim. Uh, Lekin juda ham chiroyli kitob ekan. Va ikkinchi kitobi ham bor ekan mana The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ko'ramiz. O'qiyman deb yurgandim yaqin orada. Manimcha shu passajlarni bajarib bo'lgandan keyin o'qib olsam ham kerak. Xo'p, boshladik unda. O'qiymiz. In the opinion of the writer, the biographers Balfour and Crouch, demak biographerlar Balfour bilan Crouch nima degan? O'sha writer yozuvchini fikriga ko'ra. So what point does the writer make about Stevenson in the second paragraph? Ikkinchi paragrafda Stevenson haqida nima deydi? According to the writer, the adventure story haqida nima deydi? What point does the writer make about Stevenson and Scotland? Scotland va Shetland va Stevenson haqida nima deydi? According to the writer, Stevenson's own lifestyle, uni hayot tarzi haqida nima deydi? Yes or not even. Bunda biz shunchaki o'sha opinionni ko'rsatadigan so'zlarni belgilab chiqishimiz kerak va e'tibor qilishimiz kerak. O'sha adjectives, adverbs and modal verbs ko'pincha. Although Oscar Wilde admires Stevenson's work, he believes Stevenson could have written something better. The Oscar Wilde Stevensonni ishini yoqtirgan bo'lsa ham, Stevenson yaxshiroq narsa yoza olardi deb ishongan ekan. Oscar Wilde unaqami? The Picture of Dorian Grayni yozgan brata o'sha. Keyingisi, Stevenson encouraged Oscar Wilde to start writing. Oscar Wilde'ni yozishga undagan odam ekan Stevenson. Galsworthy had greater respect for Hardy than Stevenson. Demak, Galsworthy degan odam Hardyni ko'proq hurmat qilgan ekan Stevensonga qaraganda. Compare qilyapti. Topamiz. More research is needed regarding Stevenson's influence on Chesterton. Xo'p, Stevensonni Chestertonga bo'lgan ta'siri bo'yicha ko'proq izlanish olib borishimiz kerak ekan degan savol ketyapti. Endi bu yoqda summary completion with options bor ekan. O'qiymiz. Robert Louis Stevenson and Sir Walter Scott. Ikkalasi. Opinions differ as to whether Robert Louis Stevenson or Sir Walter Scott should be considered Scotland's best writer. Demak, qaysi biri eng yaxshi Shotlandiyaning eng yaxshi yozuvchisiligi haqida debatlar bor ekan. Scott had greater. Scottni nimadir yaxshiroq bo'lgan ekan, lekin Stevensonda ko'proq nimadir bo'lgan ekan. Xo'p. The same distinction can be made between the two composers, Shostakovich and Prokofiev. Men bilamancha rus yoki ukrain bo'lishi kerak. Demak, o'sha mana shu ikkita yozuvchi haqida ham bir xil gapni aytishimiz mumkin ekan. It's true that Scott's books showed more. Demak, Scottning kitoblari ko'proq nimadir ko'rsatibdi ekan. When it came to tragedy through an dull in an old-fashioned way. Tragediyaga kelganda uni kitoblari ko'proq nimadir ko'rsatibdi, lekin eskicha bo'lgan ekan. While Stevenson's books are still popular because of his something. Stevensonning kitoblari hozirgacha ommabop ekan, nimadir tufayli. And Stevenson's understanding of something has resulted in the widespread use of an expression from one of his books. Demak, Stevensonning nimadirni tushunishi, understanding. O'sha bitta kitobidagi bitta mashhur expression, frazani, maqolga o'xshagan gapni ko'p tarqalib ketishiga olib kelgan ekan. Variantlarni ham o'qib ko'raylik. Natural ability, talanti, critical acclaim. I don't know what it means honestly. Critical acclaim. Xo'p, ko'ramiz. Humor, tushundik. Romance, tushundik. Colorful language, rang-barang til. Technical control, o'sha
technical aspektlarini nazorat qila olish. Storytelling bilamiz, depth, o'sha qanchalik murakkab, chuqur ochib berishi, human nature, odam tabiati. Demak, o'qiymiz va javoblarni topishga harakat qilamiz. It's more than 100 years since the death of the Scottish writer Robert Louis Stevenson on the South Pacific island of Samoa, and it seems that time has not been kind to Stevenson's memory. Demak, o'lganiga 100 yildan oshdi, lekin vaqt buni xotirasiga nisbatan nima desak endi yomon bo'libdi. Xullas, ko'p yomon gaplar aytilyapti ekan uni xotirasiga. Immediately after his death, his family and friends set to work to fashion the legend of Robert Louis Stevenson, or RLS, as he became known, one of the few writers familiar from his initials alone. Demak, o'lgandan keyin birdaniga uni oilasi o'sha fashion degani yasash degani, create degani. Robert Louis Stevenson legendini yasashga kirishibdi va Robert Louis Stevenson dunyodagi eng juda ham kam sonli yozuvchilardan biri ekan. O'sha ismini bosh harflaridan taniy oladigan, o'quvchilar taniy oladigan kam sonli yozuvchilardan ekan. Subsequent works of biography then turned him into a writer almost of religious importance. Juda ham muhim odamga aylantirib yuboribdi keyingi biografiyalar. One example was literary critic Balfour, who in 1901 portrayed Stevenson's family as ministering angels to the dying genius during his final illness. Demak, xuddi mana shu yozuvchi nima qilgan ekan? Stevensonning oila a'zolarini nima farishta qilib ko'rsatgan ekan. O'layotgan vaqtida naqani Stevensonni. Similarly, the biographer Crouch absurdly overstated Stevenson's significance by placing him in the same company as those most revered names in English literature, Shakespeare and Keats. Demak, o'sha men bu bratam, Crouch degan bratam buni ahamiyatini, Stevensonning ahamiyatini juda ham bo'rttirib ko'rsatibdi ekan va ingliz adabiyotida eng ko'p hurmat qilinadigan, ardoqlanadigan ismlar bilan bir qatorga qo'yibdi ekan. Misol uchun Keats and Shakespeare. The reaction to this nonsense was a number of highly critical assessments of Stevenson's legacy in 1920s. Bunaqa bu mag'rur gaplarga nisbatan reaksiya eng ko'p criticize qilingan narsalardan biri bo'libdi ekan 1920-yillarda. Demak, nima dedi bu ikkalasi haqida yozuvchimiz? Ikkalasi ham xullas kalom juda ham bo'rttirib, oshirib, toshirib yozibdi ekan. Bittasi uni oila a'zolarini farishtaga qiyoslabdi ekan, ikkinchisi uni ahamiyatini oshirib yuboribdi ekan, bo'rttirib yuboribdi ekan Stevensonning ahamiyatini. Shu variantni izlaymiz, variant orasida. Understand the role played by Stevenson's family? Yo'q, bo'lmas. Chunki bittasi Balfour oilasi haqida yozdi. Misunderstood Stevenson's religious beliefs, religious diniy qarashlari haqida hech narsa yo'q. Overestimated other writers' influence on Stevenson? Yo'q, boshqa yozuvchilarni Stevensonga ta'siri haqida hech narsa demadi. O'zidan-o'zi javobimiz D bo'lishi kerak ekan. Elevated Stevenson above his true status as a writer. Shu bo'ladi. Elevate degani ko'tarish degani. O'zini to'g'ri statusidan, haqiqiy statusidan oshirib yuboribdi ekan deb aytdi. Xuddi shu narsa A paragrafda aytildi. Keyingisiga o'tamiz. Normally, the critical pendulum can be relied on to swing back again, but there are several aspects of Stevenson's work that have, until recently, acted against a more balanced appraisal. Xo'p, zo'r so'zlar ishlatyapti. Yozuvchilar ko'pincha o'xshatishlar ishlatadi. O'sha o'xshatishlardan biri ketyapti. Odatda sen kutishing mumkin deyapti nimani? O'sha critical pendulum. Pendulum degani nima, mana soatlar bo'ladi-ku, bu yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan bu yoqqa borib keladigan, o'sha narsani pendulum clock deb aytadi. Pendulum o'sha u yoqdan bu yoqqa borib keladigan narsa. Xo'p, yozuvchining aytishi bo'yicha, ya'ni men bu birinchi gapda, o'sha pendulum yana qaytib boshqa joyga o'tishini kutasan odatda deyapti. Ya'ni kimlardir uni juda yomonlab yuborgan bo'lsa, 1920-yilda criticize qildilar mana. Yomonlab yuborgan bo'lsa, kutishimiz mumkin, vaqt o'tib bu yana boshqa joyga boradi. Ya'ni uni yaxshilab chiqadigan odamlar ham bo'ladi demoqchi. Lekin Stevensonda hozirgi paytgacha uni hayotini shunaqa jabhalari, aspektlari bo'lgan ekanki, o'sha pendulumni orqaga qaytib borib balansli qanaqadir criticize qilishimizga yo'l
qo'ymayapti ekan bu narsa. Acted against a more balanced appraisal. Appraisal degani ham o'sha criticism degani. Hop, first is the allegation that Stevenson was a mere master of linguistic fireworks who lacked moral depth. Demak, birinchi shikoyat shu ekanki, Stevenson shunchaki nima linguistic fireworks, nima ingliz tilida word salad degan narsa bor, chiroyli so'zlar, gaplarni ishlatadi-yu, lekin ma'nosi bo'lmaydi deyarli u gaplarni. Xuddi shunaqa narsa nima bo'lgan ekan, Stevensonda ham bo'lgan ekan. Shunchaki linguistic fireworkni ustasi bo'lgan ekan, lekin qanaqadir hikoyalari unda moral depthni nima desak bo'ladi? Axloqiy mukammallik yetishmagan ekan. Hop, some critics accused him of being a literary charlatan, of juggling words very prettily to strike effects which overawed an ignorant public and served to distinct from the inadequacy of his ideas. Yana bir marta shu gapni aytyapti. Ba'zi tanqidchilar uni aytgan ekanki, u literally charlatan bo'lgan ekan. Charlatan degani uyalmasdan bir ishlarni quvuradigan odamlarni charlatan deb aytadi. Shunaqa odam bo'lgan ekan deb aytyapti. So'zlarni shunchalik chiroyli o'ynatibdiki, bu oddiy aholini keragidan ortiq hayratga tushiribdi. Mana qarang, overawe degan so'z ishlatibdi. Overawe emas, bu qarang, overawe degan so'z borki, awesomedagi. O'shani aytyapti. Kerakdan ortiq hayratga tushiribdi ekan va bu narsa o'sha ideyalarini, inadequacy degani poor bo'lish degani, o'sha uni ideyalari yomonligidan odamlarni chalg'itibdi ekan. Shunchaki so'zlarni chiroyli ishlatibdi ekan, lekin uni g'oyalari yaxshi bo'lmagan ekan deb aytibdi. Demak, ikkinchi paragrafimiz to'liq mana shu narsa haqida ketdi. Unga nisbatan criticize haqida ketdi. Criticism nima bo'ldi? U shunchaki so'zlarni chiroyli ishlatgan, ideyalari chiroyli bo'lmasa ham degan narsa. Xo'p, o'qiymiz. The public judged him more fairly than the critics. Demak, taqqoslamadi kim yaxshiroq uni assess qilgan, unga yaxshiroq baho berganligini taqqoslamadi, o'sha odamlarmi yoki critics. Bo'lmaydi. Recent criticism of him being justified. Xo'p, criticism bor, lekin justified haqida hech narsa yo'q. Justified degani o'sha haqli bo'lish degani. Bu criticism, bu tanqidimiz haqli edimi, yo'qmi? Bu narsa haqida writer hech narsa demadi. Shunchaki criticism bor dedi. Critics argued that his style covered up his faults. Mana bu hozircha eng to'g'ri javob. Aytibdiki, uni stili, uni kamchiliklarini nima qilgan ekan, yopib ketgan ekan deb aytibdi. Aytdik-ku, mana ideyasi yaxshi bo'lmasa ham so'zlarni zo'r ishlatib qo'ygani uchun bu bilinmay ketgan, odamlarga sezilmagan deb aytibdi. The ethical nature of his stories was often criticized. Hop, ethics haqida nimadir bor mana bu yoqda, moral depth dedi. Lekin odatda shu narsa criticize qilinganmi, yo'qmi, buni hech qanaqa aytmadi. To'g'ri javob, eng to'g'ri javob C bo'ladi bizda. Keyingi paragraf. Then there has long been a prejudice against the adventure story as the proper medium for deep moral seriousness, a prejudice which is still extremely influential today. Yana shunaqa narsa bo'lgan ekanki, prejudice degani bias degani. Bias degani nima degani? Bir unfair treatment, unfair opinion degani bias degani. Misol uchun aytaylik, ba'zida nima, kimnidir yomon ko'rasiz, hech qanaqa sababingiz bo'lmaydi-ku, kimdir yomon ko'rishga. O'zingiz ham bilmaysiz nima uchun yomon ko'rishingizni. Shunaqa narsani bias yoki prejudice deb aytadi. Shunaqa prejudice bo'lgan ekan o'sha adventure storylarga nisbatan. Ya'ni aytgan ekanlarki, axloqiy jiddiylikni yoritish uchun adventure story to'g'ri kelmaydi deb criticize qilgan ekanlar. Odamlarda shunaqa narsa kritiklarning orasida bo'lgan ekan. Boya aytganimda, endi bularni asosiy mavzusi nima? Adventure. Misol uchun Treasure Island, manimcha adventure, Yusuf Foz adventure. Nima, sarguzasht asari. Sarguzasht asarlar mos kelmaydi o'sha qanaqadir axloqiy narsalarni ochib berishga degan shuncha bo'lgan ekan. Bu hali ham bor ekan bu narsa. It seems that we can accept that an adventure film can successfully express profound moral truths, but we reject the same idea for a book. Demak, kinoga mos kelar ekan-u,
Kino ishlasa, misol uchun sarguzasht kino bemalol o'sha qanaqadir moral, axloqiy haqiqatlarni ochib berish uchun mos kelar ekan. Lekin kitobga bu narsa mos kelmaydi deb aytar ekanmiz. The absurdity of this becomes apparent when we think of writers like Joseph Conrad and Graham Greene, but it's no use pretending that this bias against adventure stories is not part of our high culture. Xo'p, nima dedi? Buni bu mag'rurligi yana ham aniq bo'lar ekan, biz mana shu yozuvchilar haqida o'ylaganimizda. Ya'ni bu g'oyani e, absurd ekanligi, jinnicha g'oya ekanligi, ya'ni adventure story kitobga mos kelmaydi, o'sha axloqiy haqiqatlarni ochib berish uchun degan ideya yana ham aniq bo'lar ekan. Ideyani jinniligi yana ham aniq bo'lar ekan, mana bu yozuvchilar haqida o'ylaganimizda. Hmm. Xo'p, lekin biza o'zimizni bu narsa mavjud emas deb tutmasligimiz ham kerak ekan. Nima uchun aytyapti bu joyini tushunmadim. Davom etamiz. A further problem is that Stevenson has often not found favor in the land of his birth because his conservatism so often collides with the strong radical tradition in Scotland. Xo'p, nima deyapti? Yana bitta muammo shuki, nima o'zini tug'ilib o'sgan joyida nima favor topmabdi, hech qanaqa afzallik topmabdi ekan, chunki uni konservatizm eskicharoq qarashlari Shotlandiyadagi yangicha qarashlar bilan to'qnashib qolibdi ekan. Menimcha shuni javobi chiqdi. Ha? To'rtga keldi. Shuning uchun izlaymiz 3-savolni javobini. Nima dedi o'zi adventure story haqida? Kinoga ko'proq mos keladi dedi, kitobga ko'p mos kelmaydi dedi. Buni jinnicha g'oya deb aytdi. O'sha moral truthlarni aytish uchun adventure storydan foydalanmaslik kerak degan narsani nima jinniligini aytdi. O'qiymiz. Is more appropriate for books than films. Bu teskarisi. Emas, bu teskarisi. Ko'proq kinoga mos keladi dedi. Keyingisi, can be used by writers to tell moral stories. Bo'lishi mumkin, ishlatilishi mumkin dedi-yu, lekin uncha mos kelmaydi deb aytdi. Keyingisi, is more fashionable today than in the past. Yo'q, o'tmishda ham bo'lgan, hozir ham bor dedi, lekin qaysi biri ko'proq aytmadi. Has been used by other writers but not Stevenson. Stevenson ishlatmadi bu narsani degan joyi yo'q va aksincha bu narsani mention qilishdan maqsad o'zi Stevenson shunaqa stilda yozgan demoqchiman. Bekorga ko'rsatmadim bu kitobni. Shuning uchun to'g'ri javob B bo'lar ekan 100%. Davom etamiz. Shotlandiya haqidagi gaplar ketyapti bu yoqda. Xo'p, to'qnashgan ekan, o'sha Shotlandiyadagi yangicha qarashlar bilan buni eskicha qarashlari. His many escapist stories and preference for living abroad have led to accusations that he camouflaged Scotland's health problems. Xo'p, Scotland's health problems. Xo'p, nima o'sha escapist hikoyalar, ya'ni o'sha biror bir qanaqa desa bo'ladi, escapist stories. Xullas, mana shunaqa hikoyalari va chet elda yashashga bo'lgan uni xohishi uni ayblovlarga olib kelibdiki, qanaqa ayblov ekan? O'sha Shotlandiyani muammolarini yashirdi degan ayblovga olib kelibdi ekan. Lastly, the high adventure of Stevenson's own lifestyle has become has sometimes obscured his output. Demak, bu 5-savolning javobi bo'lib ketdi, chunki lifestyle haqida gapirdi. Demak, mana shu joyda javobimiz chiqdi. Bunaqaga boshqa rang qilib qo'ying. Xo'p. Qo'y. 4-savolning javobi mana shu yerda chiqdi. O'qiymiz endi. His ideas contrasted with those of many Scots. Birdaniga chiqdi menimcha, chunki collided with degan joyidan oldik mana. To'qnashdi degan joyi. He demonstrated great sympathy for Scotland's problems. Yo'q, naborot, bu yashirdi, camouflage qildi. Maskirovka qildi degan joyi bor edi. Sympathy ko'rsatmadi. He was not considered a true Scot. Yo'q, haqiqiy Scot deb hisoblanmadi degan joyi yo'q. His unflattering stories about Scotland angered many Scots. Demak, jahlni chiqardi degan joyi yo'q. To'g'ri javob A bo'lar ekan. Xo'p, endi lifestyle haqida gapiryapti, qarang. Nima dedi? Xo'p,
o'zini o'sha sarguzashtlarga sarguzashtlarga boy hayot tarzi uni uh, ishlarini to'sib qo'ydi deb aytyapti. Obscure degani make something disappear deganga, to'sib qo'yish, overshadow degani. His globe trotting and above all the final phase of his life in Samoa tended to make his own life a greater story than any he could devise. Demak, o'sha samoda uni qilgan ishlari, o'tkazgan sarguzashtlari o'zi yoza oladigan, o'zi yarata oladigan har qanday hikoyadan ham qiziqroq bo'lib ketgan. This was precisely what his friends feared would happen towards the end of his short life. His art might be overwhelmed by the drama of life in Samoa. Yana bir marta shu gapni aytyapti. Xuddi bu narsadan uni oila a'zolari, do'stlari qo'rqqan ekan. Ya'ni, uni samoda qilgan dramalari ishlaridan ham ko'ra qiziqroq bo'lib ketar ekan deb qo'rqqan ekan. Xo'p, topamiz qarang. Envied by his friends, demak, do'stlari hasad qildi degan joyini ko'rmadik. Was responsible for his early death. Demak, o'limiga olib keldi, o'limiga sababchi bo'ldi degan narsa yo'q. Attracted more attention than his books. C to'g'ri javob bo'ladi. 100%. 3 marta aytdim mana qarang. Overwhelmed deb aytdim mana bu yoqda. Obscured deb aytdi. Greater story deb aytdi 3 marta. To'g'ri javob 100% C bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Qiziq bo'lyapti. Menga yoqyapti passage. Aytgancha o'zimga ham tushgan bu passage, lekin ancha oldin tushgan, eslolmayman. U 2022lardami tushgan. 100% tushgan, lekin eslab bilaman tushganini mana Stevensonni. Lekin men endi o'sha kitob o'qishga qiziqib qolganimdan keyin bu passageni o'qish menga sal boshqacha ko'rinyapti, qiziqroq ko'rinyapti. O'qiymiz yana. One consequence of this has been that Stevenson's influence on other writers has too often been neglected. Bu narsani bitta oqibati shu bo'ldiki, uni boshqa yozuvchilarga bo'lgan ta'siri e'tibordan chetda qoldi. Neglect juda ham zo'r so'z. Ignore degani. The writer and poet Oscar Wilde was deeply influenced by Stevenson. Mhm. Bor edi, mana shu juda katta ta'sir qilgan ekan Stevenson Oscar Wilde'ga. Even though he declared that Stevenson would have produced better work if he had lived in London rather than Samoa. Demak, oltin javobi chiqdi. Mana yaxshiroq ish qilgan bo'lardi agar Londonda yashasa Samoadan ko'ra. Va javob yes bo'ladi. Could have written something better o'rniga would have produced better work degan joyi to'g'ri keladi. King said, Stevenson tends to stick in the throat even of those writers who would like to spit him out, such as Shaw, who claimed to have learned from him that the romantic hero is always mocked by reality. Zo'r unaqa o'xshatishlar ishlatyapti. Yozuvchimiz ham bu unaqa savol, hech qanday savolni javobi emas. Shunchaki tushuntirib beraman, qarang. Stevenson debdi, buni spit out degani o'zi tuflab tashlash degani, tupurib tashlash degani. Stick in the throat degani tomog'ida qolib ketish degani. Ya'ni aytmoqchiki, uni yomon ko'rgan yozuvchilarni ham hurmatiga sazovor bo'lgan deganday gap bo'lyapti bu yoqda. Tuflab tashlayman desa ham tomog'ida qolib ketyapti, deyapti. Ya'ni yomon ko'rsa ham baribir shuni gapirishga majbur bo'lyapti degan ma'noda aytyapti. Misol uchun o'sha Bernard Shawning qanaqa kitobi bor edi? Bernard Shaw. Eslolmadim xullas. Xo'p, who claimed to have learned from him, demak Bernard Shaw naqadan o'rgangan ekanki Stevensondan romantic hero har doim romantic hero ustidan reality, haqiqat kular ekan deb o'rganibdi ekan. Likewise, the writer Galsworthy. Xo'p, demak endi Galsworthy haqida chiqyapti. Bu degani 7-savolning javobi o'tib ketdi degani. Bu degani javob not given degani. Uni yozishga undadi degan joyi yo'q. Who began as a determined critic, later changed his mind and said that the superiority of Stevenson over the novelist Hardy was that Stevenson was all life and Hardy all death. Demak, keyingi savol javobi chiqdi. Xo'p, Galsworthy ham juda katta Stevensonni hateri bo'lgan ekan, kritiki bo'lgan ekan, lekin keyinchalik u fikrini o'zgartiribdi va aytibdiki, Stevensonni Hardydan bitta ustunligi, Stevenson hayot haqida yozar ekan, Hardy esa o'lim haqida yozar ekan deb aytibdi. Demak, javobimiz no bo'ladi 8 ga.
Chunki Stevensonni ustunroq ko'rdi Galsworthy Hardydan ko'ra. Shuning uchun bemalol no tanlasak bo'ladi. Keyingisi, the influence on the novelist Chesterton would also repay detailed study. Xo'p, mana shu yoqda qarang. Repay detailed study. Vocabularyga qo'shgandim, aynan tarjimasini, lekin esimdan chiqardim. Lekin general ma'nosi nima deyapti? Yana ham ko'proq izlanishga loyiq degan ma'noda ishlatilyapti. Deserve degan adashmasam, repay bu yoqda deserve ma'nosida ishlatilyapti. Demak, novelist Chestertonga bo'lgan ta'sir yana ham ko'proq izlanishga arziydi deb aytyapti. Shunaqa joyi bor edi, mana qarang. More research is needed degan joyi va 9 javobi yes bo'lar ekan. For it was through him that Stevenson has managed to cross the ages, emerging as an influence on the modernist movement in our own contemporary Latin American school of magical realism. Demak, mana shu orqali, ya'ni Chesterton orqali Stevenson o'sha o'lmas yozuvchiga aylanibdi ekan deb aytmoqchi va mana bu movementga juda katta ta'sir o'tkazibdi ekan. Demak, yes given tugadi. Bizda endi mana bu qoldi. Katta paragraf ekan. O'qiymiz. When making an assessment of his life and the work, one question must inevitably be asked. Was Robert Louis Stevenson Scotland's greatest writer of English prose? Demak, Stevenson hayoti va ijodini baholaganimizda bitta savol so'ralishi tabiiy deb aytyapti. Scotlandni proza bo'yicha, ya'ni nasr va nazm deydi, nasrda eng zo'r yozuvchisimi degan savol paydo bo'lyapti. For most commentators, this honor falls to Sir Walcott Scott, author of Ivanhoe, among many other classic novels, and it's true that in terms of craftsmanship, precision, and the ability to minutely regulate language to create the desired effect, Scott takes the prize. Bitta savolga javobi chiqdi. Demak, tushuntirib beraman. Ko'pchilik uchun eng buyuk Shotland yozuvchisi unvoni Sir Walcott Scottga berilar ekan. O'sha Ivanhoe degan kitobni yozgan odam. Ivanhoe haqida ham juda ham ko'p yaxshi revyular eshitganman, to'g'risi. Va to'g'riki, o'sha craftsmanship tuzish bo'yicha, aniqlik bo'yicha va languageni kichkina detallarigacha nazorat qilish bo'yicha Scott priznalarga, ya'ni Scott yaxshiroq ekan degan joyi. Demak, o'sha 36 javob chiqdi. Nima bo'yicha yaxshi dedi? Qarang, o'sha languageni kontrol qilish bo'yicha, aniqlik bo'yicha bu kuchliroq ekan. O'shani izlaymiz. Xo'p, natural ability emas, critical acclaim emas, humor, romance emas, colorful language bo'lishi mumkin, lekin aynan colorful language haqida gapirmadi. Technical control. Menimcha 36 javobi F bo'lishi kerak, chunki technical controlga mana regulate degan joyi to'g'ri keladi, controlga, nazorat qilish bo'yicha. O'sha craftsmanship, precision degan joylari endi bu technicalga to'g'ri keladi. Va shuning uchun 36 javobi F bo'ladi. Xo'p, keyingisi. However, this is not the same thing at all as inherent talent. By way of comparison, one may take the example of two great Russian composers, this and that, of whom the former had learned more precise skills of execution, but the latter's intrinsic genius was greater. So it seems to be with Scott and Stevenson. Lekin deyapti, qarang, o'sha tug'ma talant bo'yicha bunaqa emas deb aytyapti. Misol uchun, mana bu ikkita kompozitorni taqqoslasak deyapti. Birinchisi o'sha aniq skilllarni zo'r o'rgangan bo'lsa, ikkinchisi o'sha intrinsic genius, tug'ma geniusi ustunroq kelgan ekan. Ya'ni aytmoqchiki, tug'ma talant bo'yicha Stevenson yaxshiroq deb aytyapti. Natural ability degan joyiga to'g'ri keladi. Tug'ma talant va 37 javobi A bo'lar ekan. Xo'p, keyingisiga o'tamiz endi. Scott's books showed more. Kitobida nimadir ko'proq ekan. Admittedly, Scott's detailed style does not permit his stories to explore levels of tragedy that are beyond Stevenson's reach. Scott's detailed style, nima ekan? Does permit, man does not deb o'qiyman. Tragediyani chuqurroq
ochib berishga yetarkan, lekin bu narsa Stevensonni qo'lidan kelmasgan. Tragediyani chuqurroq ochib berish qobiliyati bo'yicha. Ha? Xo'p, nima ko'rsatibdi ekan? Style, level of tragedy. Xo'p, chuqurroq degan joyini o'zim aytdim. Uncha nima H bo'ladi javobi. Hmm, Chuqurroq ochib berar ekan. Stevensonga qaraganda. But in this regards, they have the musty smell of the museum, somehow artificial and removed from modern day reality. Xo'p, they have nima aytyapti? Storiesini aytyapti. O'sha eskirib qolgan muzeyni hidi keladi uni hikoyalaridan va sun'iy va o'sha haqiqiy hayotdan ancha uzoqda deb aytyapti. On the other hand, Stevenson's skill with plotting and narrative give his books a timeless quality. Keyingi savolning javobi chiqdi. Plotting degani o'sha voqealar rivojini rejalashtirish degani, narrative degani hikoyaviylik degani. Mana shunaqa skillari unga o'lmas sifat bag'ishlarkan deb aytyapti. Xo'p, nima bo'ldi shunda? Narrative degan joyini aytadigan bo'lsak, javobimiz G bo'lar ekan, storytelling. Xo'p, 40. Davom etamiz. And Stevenson was also the shrewder judge of behavior and psychology. Stevenson shu bilan birga deyapti, odam xulq atvori va psixologiyasini yaxshiroq assess qilgan, unga mana shu narsalarga yaxshiroq baho bergan yozuvchi ekan deb aytyapti. For example, his compelling descriptions of a man with a split personality in the strange case of Dr. Jekyll and Hyde, Jekyll and Mr. Hyde, have proved so accessible and accurate that the expression Jekyll and Hyde has entered common English usage. Demak, keyingi savolni ham javobi chiqdi. Birinchi tushuntirib beray. Xo'p, mana shu kitobdan The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde kitobida bitta odamni ikki xil personality'sini juda kuchli ochib bergan ekan va shunchalik aniq tasvirlangani uchun Jekyll and Hyde degan fraza ingliz tiliga kirgan ekan deb aytyapti. Rostdan ham bu kitob mana unaqa ingliz tili Fly High maktabimizdagi Fly High 7-sinf, 8-sinf kitoblarida ozgina parchasini berganda nima bo'ladi? Ploti bitta odam monster bo'ladi. Xuddi eslashim bo'yicha kunduzi bitta odam bo'ladi, kechasi monsterga aylanadi. Mana shunaqa odam edi, adashmasam. O'shanda bitta odam ikki xil personalityga ega bo'ladi. O'sha narsani juda ham zo'r ochib beribdi deb aytgan ekan writerimiz. Shuning uchun nima bo'ladi? Behavior and psychologyni kuchli ochibdi degan joyi bor. Bu mana bu javobda turibdi ekan 40-savol. Human nature bo'ladi. Maza qilib ishladim to'g'risi. O'sha adabiyotga qiziqishim uchun o'zi umuman olganda zo'r so'zlar ham ishlatilibdi, zo'r passage juda ham chiroyli yozilgan ekan, menga yoqdi. Va mana shu javoblarimiz to'g'ri bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, yana qoldirsanglar javob beraman. Hammaga rahmat. Hozir videoni tashlab qo'yaman.